Hurmatli aziz mehmonlar va mezbonlar, mana bugun mana Turdakamiz niyat qilib uyga kelinlarni olib keldi. Mana bugun mana shu hayitlar xonadonida katta to'y tomosha bo'lyapti. Mana bugun bizning mana shu katta oilamizda to'y tomosha bo'lyapti. Albatta mana shu hayitlar xonadoniga yana bitta farzand qo'shildi. Biz mana buni albatta xursand bo'lishimiz kerak. Albatta mana shu hayitlar xonadonida yana farzandlar qo'shilaversin. Mana shu hayitlar xonadoni yana mana shunday kelinlar niyat qilaversin. Hammaning uyiga mana shunday kelinlar, mana shunday to'ylar, bazmlar nasib etaversin. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Hammalaringizga mana shunday yaxshi kunlar, mana shunday tinchlik, osoyishtalik, chiroyli dasturxonlar ato qilsin hammalaringizga. Yashangizlar. Katta rahmat hammalaringizga. Hozir mana shu momam yaxshi bir oq fotiha bersa mana shu yerda, mana shu 90 bahorni qarshilab turgan momamiz, mana shu aziz mehmonlarimizga, aziz mezmonlarimizga qolaversa mana shu xonadonga chiroyli o'zining bir oq fotihasini bersa. Momam mana marhamat, qani amin. Allohu akbar. Yashangizlar, rahmat. Rahmat mana shu xonadonga tashrif buyurganlaringiz uchun hammalaringizga katta rahmat. Mana shu To'xtajon ham mana shu kelini bilan qo'shcha qarsin. Mana shu xonadonda bir to'y bo'lyapti. Kelgusi go'daklar ingragi mana shu xonadonda eshitib tursin. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Mana bu yerda mana ko'ryapsizlar, hammasi mana hayitlar xonadoni. Mana eng momamning katta o'g'illaridan bo'lgan biri otamiz. Mana bu Olmazobonni ko'rib turibsizlar. Eng katta qadagan o'g'illar. Mana bu katta kelinlari, mana bu qizlari, mana bu ammamiz katta qizlar hisoblanadi. Mana bu mana shu momamning qizlarining katta qaynilari hisoblanadi. Mana bu nevaralari, chubaralari, mana bu eng kenja o'g'li momamni mana shu kunlargacha e'zozlab, katta mana shu momamga o'zining kuchlarini ayamayotgan. Momamga katta mana shu biz kenja o'g'li Rais akamizga, mana shu Boyqul akamizga kattadan katta rahmatlar aytamiz. Mana shu kishiga ham mana shunday momamda yosh bersin. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Hamisha mana shu chechamizga ham sog'lik, salomatlik tilaymiz. Mana shunday bugun ikkinchi kelinni tushirayotgan ekan. Mana bundan keyingi o'g'illarning to'ylarida ham mana shunday xizmat, mana shunday videolarga tushaylik. Momam nasib bo'lsa, boshqa o'g'illarning to'ylarini ham ko'rsin. Mana shunday yaxshi kunlar hammalarimizga ato qilsin. Hammalarimizga sog'lik, salomatlik tilaylik. Mana bu yerda Xudoyberdi akamni ko'rib turibsiz. Mana bu eng momamning ikkinchi o'g'illaridan biri. Mana bu ikkinchi, mana bu yangam, mana bu. Mana bu yerda mana momamni ko'rib turibsiz. Mana bu yangamizning onalaridan biri. Mana bu yangamiz, momamiz. Mana bu ammalari tashrif buyurgan. Mana bu akamiz, momamning mana bu 5-o'g'illaridan biri. Mana shu momamni mana shunday hayvasta qilib, qo'llarida ko'tarib, mana shu xonadonda mana shunday bir momamga o'zining kuchlarini ayamayotgan, sog'lik, salomatlik tilayotgan akamizga ham sog'lik, salomatlik tilaymiz. Mana shu xonadonda ham to'ylar bo'lsin. Mana shu akamizdan kelishib to'ylar qilaylik.